Do'konimizga mana klientlarimiz kelishdi. Turkiyadan İstanbul'dan geldik. İstanbuldan kelishgan. Sizlar taqibchi deydi. Takipçi doğru. Taqibchilarimiz. Elisport qanaqa? Yoqdimi? E-spor çok güzel. Türkiye'de arkadaşlarıma forma götürdüm buradan. Çok beğendiler. Yoqdimi? Çok hoşlarına gitti evet. Çok Mana bu gal mana Manchester United Fernandes deb yozdirishdi patchlari bilan. Nimaga buni yozdirdingiz? Ben Manchester United taraftarıyım. Çok Tarafdorim. Tabriklaymiz, yaxshi o'ynayapti hozir. Siz qaysi tarafdori? Çalhanoğlu Türk olduğu için aldım. Mana Cholxonoglu deb yozib berdi. Bunaqa yozig'imiz yo'q edi. O'zimiz print qilib berdik. Yoqdimi bu? Yoqdi, bitta ko'rsatinglar. Sizlarga ham rahmat. Shu Istanbulda har O'zbekiston kelishganda kirishadi bular. Evet. Oldingi safar Icardi informasyon olib keldi. Getirdim. Qaysi forma edi u? Manchester United'a karşı oynamıştı. 2023'te deplasmanda 3-2 Galatasaray yendi, kazandı. Icardi'nin hakiki maç forması, imzalı. O'sha imzolisini olib kelib, bizdan print qildirishdi. Keyin safar olib kelgan, hop, ko'rsatamiz topishchilarga. İnşallah. İşlerimiz yoqdimi? Çok Tavsiye güzel. qilasizlarmi? E-spor, herkese öneriyorum. İnşallah herkes buraya gelecek ve yani çok kaliteli formaları var. Vay. Herkese tavsiye ediyorum. O'rtalayni olib kelgan. Mana Turkiyadan ham ko'rsatadiganchilarimiz bor. Sizlar Koreyadan ko'rsatuvdik, Amerikadan bor, Rossiyadan mana Turkiyadan kelishdi ko'rsak. Endi keyin safar qayerdan kelsa sizlarga bitta-bitta qo'yib boramiz. Kelaverasizlar, O'zbekistonni sizlarni kutamiz. Hammaga rahmat, sizlarga ham rahmat.